Hurmatli qo'shiqchi hofizlar, mana shu ancha yillardan beri she'r mashq qilib, qog'oz qoralab yuraman. O'sha she'rlarimni bir e'tibor qilib, bir qo'shiqqa tushadigan bo'lsa, qo'shiq qilishlaringizni sizlardan so'rab qolaman. Odamlarga kerak bo'lmasam, yelkamga osmonlar qulaydi, yo'llarim zulmatga aylanar, vujudim karaxtdek uxlaydi. Odamlarga kerak bo'lmasam, sirdoshim toshlarga aylanar, hech kimsa so'ramas ko'nglimni, suhbatdosh qilmaydi e'tibor. Odamlarga kerak bo'lmasam, ba'zilar kibrli so'raydi, o'zi kim, nima kasb qilar deb, atrofim loqaydlar o'raydi. Odamlarga kerak bo'lmasam, alamlar, azoblar qiynaydi, hadimas birovni yo'qlasam, yurakda armonlar yig'laydi. Odamlarga kerak bo'lmasam, tonglarim nurafshon bo'lmaydi, ma'yuslar yuraman kulmasdan, baxt omad g'oyibdan kelmaydi. Odamlarga kerak bo'lmasam, shaytonlar yolg'onlar so'zlaydi, ortimdan yurgin deb, jarlikdan hech kim meni izlaydi. Odamlarga kerak bo'lmasam, yashab turib hali o'lmasdan. Dilshod Said, Mirishkor tuman Elobod qishlog'i. E'tiboringiz uchun rahmat.